Bu videoda JTL mening uyimni rang-barang bloklardan qilib qo'ydi va men qasd olish uchun uning uyini ham rang-barang bloklardan qilib qo'ydim. Agar video qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ring. Barchangizga salom. Sizlar bilan birgalikda bugun men JTL. Bugungi videomiz ajoyib bo'ladi. Men xullas Frenzyga trolling qilaman do'stlar. Men uni uyni rangli bloklardan qilib qo'yaman, ko'rasizlar. Shuning uchun Frenzyning kanaliga obuna bo'lib, videosiga like bosib qo'ying do'stlar. Kommentariyada ham JTL bilan Frenzy sizlarga omad deb yozib qo'yinglar. Men hozirda Frenzyning kanali uchun video olyapman, keyin uning o'ziga tashab beraman do'stlar. Qaranglar. Men uyiga nima qilmoqchiman? Hozir ko'rasizlar. U uyda uxlab yotibdi. Men mana bu yerga hozir kirkalarim bilan uyini rangli bloklardan qilib qo'yaman. Ko'rasizlar do'stlar. Uning uchun men uyimdan kirkalarimni olib chiqishim kerak. Shuning uchun kutib turinglar. Xo'sh do'stlar, mana men bo'ldim. Endi qaranglar. Frenzy uxlayapti. Shuning uchun pastroq gapiramiz va biz uning uyini mana shunday rangli bloklardan qilib qo'yamiz. Ko'rasizlar do'stlar. Men bu yerdan boltamni ham olib olaman va bu boltadan mana bu yerlarni buzib do'stlar, men mana bunday qilib qo'yaman, ko'ryapsizlarmi? Juda ham ajoyib, to'g'rimi? Shuning uchun Frenzyning kanaliga obuna bo'lib qo'ying va videosiga like bosishni ham unutmang. Kelinglar, mana shu videoda biz 1000 ta like qilib qo'yamiz va Frenzyni xursand qilamiz. Mana shu videomizda 1000 ta like qilaylik va Frenzyning Telegram kanaliga ham o'tib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Frenzyning kanalida tezroq 500 ta, 1000 ta obunachi bo'lsa yuzini ko'rsatadi. Men uni yuzini ko'rgim kelyapti, hayotdagi yuzini. Shuning uchun uning Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar do'stlar. Juda ham ajoyib chiqyapti, to'g'rimi? Ko'rasizlar, oxirigacha bitirib olsam, sizlar buni hayron qolasizlar ko'rib do'stlar. Shuning uchun tezroq videoga like bosib qo'ying. Kommentariyada omad so'zini ham yozib qoldik. Qanunda men hozir mana bu yerlarni bitirib bo'lgach, sizlar bilan ko'rishaman do'stlar va mana bu yerlarni ham do'stlar, videoga like bosib qo'yinglar. Va bu oxirgisi va mana do'stlar, men bo'ldim, ko'ryapsizlarmi? Yaxshi. Mana do'stlar, men hammasini bitirdim. Qaranglar, juda ham ajoyib chiqibdimi? Stop do'stlar, mening shaxsiy Telegram kanalim bor. Sizlar mening modlarimga qiziqasizlar, to'g'rimi? Frenzyning modlarini qayerdan topsam bo'lar ekan deb yuribsizmi? Unda mening shaxsiy Telegram kanalimga o'ting va obuna bo'ling. Kelinglar, mening Telegram kanalimda 100 ta obunachi qilib qo'yamiz. Bu yerda mening shaxsiy modlarim va 13 qishloqni topishingiz mumkin. Sening Telegram kanalingni qayerdan olamiz desangiz, kommentariy va opsiyada men Telegram kanalimning linkini qoldiraman. Ana shu yerga bosib Telegram kanalimga o'tib ketsangiz bo'ladi. Hammangizga omad. Sizlar endi bu qilganligim uchun baho yozib qoldiring kommentariyada, yaxshi chiqibdimi, yo'qmi? Men shuni bilib olaman. Qanunda do'stlar, men hozircha uxlayman. Ertalab unda Frenzyning reaksiyasini ko'ramiz. Hammangizga xayr, men hozir uxlayman. Barchaga xayr do'stlar. Xayrli tong barchaga. Nimaga ko'zim hamma joyni rang-barang ko'rayapti? Tushunmadim, kameram ham kechasi bilan yonib qolib ketibdi. Qani kameramni tekshiraychi, bu faqat o'zimdanmikan yoki rostlar ham shundaymi? Menimcha bu ko'zim g'alati ko'ryapti. Kamerani tekshiray va kamerani tekshiramiz. Ha. Nima? Kamerada ham xuddi shundaymi? Jin ursin. Bu qanday? Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda bugun men Frenzy va mening kanalimga xush kelibsiz do'stlar. Nima bu? Bu? Tushunmadim. Nima? Bu qanday bo'lishi mumkin? Mening uyim rang-barang bo'lib qolganmi? Qanday qilib meni uyim rang-barang bloklardan bo'lib qoldi? Tushunmadim. Jin ursin. Bu bo'lishi mumkin emas do'stlar. Qanday qilib mening uyim rang-barang bo'lib qoldi? Sizlar bilasizlarmi qanday qilib bu? Iltimos menga yordam bering. Bu qanday qilib? Sizlar bilsangiz kommentariyada yozib qoldiring iltimos do'stlar. Mening uyim rang-barang, hamma narsasi rang-barang. Mana bu yerdagi lavalar qani, tushunmadim. Mening uyim full rang-barang holda bo'lyapti. Bo'lishi mumkin emas. Buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Men unda JTLning oldiga kiraychi, kim qilgan bo'lishi mumkin? Bularmikin? Taq JTL. Taq. Uxlayaptimi? Tushunmadim. Qani oynasidan qaraylikchi. Va, uxlab yotibdi. Jin ursin, mayli kiramiz o'zimiz bildirmasdan. JTL, uyg'on. Nima deysan? Yo'qoldim. Turgin, iltimos qilaman sendan. Tur. Jin ursin do'stlar, bu uyg'onmayapti, ammo men uyim bunday, bilasanmi? Nima bo'ldi? Nimaga baqiryapsan? Uyim nimaga rang-barang rangda, bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Uxlashga qo'ygin.
Do'stlar, jin ursin, bu ham bilmaydi. Turmayapti. Men mana bularni unda buzib chiqaman. Jitel sandig'ingni anaqangni Jitel sandig'ingni kirkini olib tursam bo'ladimi? Olaver. Ha, hop. Do'stlar, shoshmanglar. Mana bu mening uyimdagi bloklarmi? Do'stlar, bular mening uyimdagi bloklarmi? Tushunmadim. Bu mening uyimning to'g'risidagi bloklar. Shundaymi? Bu mana bularni qarang do'stlar. Bular bir-biriga tushyapti. Demak, buni Jitel qilgan, shundaymi? Demak, bularni mana shu ahmoq Jitel qilgan, shundaymi do'stlar? Unda men bu Jitelni hozir ishoninglar, shunaqangi adabini beramanki, mana bu narsalarimni olishim kerak uning uchun. Ha do'stlar, sizlar videoni oxirigacha tomosha qiling, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib, Telegram kanalimga ham o'tib qo'yinglar. 1000 ta bo'lsa 100 mingni ko'rsataman va 1000 ta bo'lganimizdan keyin 100 mingni ko'rsatgandan so'ng 100 ta bo'lsak tezroq men sizlarga modlarimni, kartamni, 13-qishloqni, mana shu qishloqni tashlab beraman. Mana bu jetelni ham kirib sizlar mana shu mening merimga kirib, mana shu jetelni adabini berasizlar do'stlar. Shuning uchun bo'la qolinglar do'stlar. Meni tezroq Telegram kanalimga o'ting va meni obunachilarim sonini 100 tadan oshirib tashlanglar. Qani kim ko'proq o'tarkin kanalimizga, men o'shani reklama ham qilib beraman. Tezroq bo'linglar do'stlar. Mana bu jetelni adabini berib qo'yinglar, meni kartamga kirib, shunday mening 13-qishloqimga kiringlarda, mana shu jetelni adabini berib qo'yinglar do'stlar. Men hozir mana bu yerlarni hamma joyini shokka tushiraman buni qilib. Mana shu yerlarni hammasini bir xil qilib qo'yaman-da, ko'rasizlar. Kulrang rangda qilib qo'yaman. Meni uyimni hali mana shunaqa rang-barang qildimmi? Men buni uyini mana shunday qilib qo'yaman. Sizlar ko'rasizlar. Kommentariyada ahmoq jitel deb yozib qoldiringlar. Tushunarlimi do'stlar? Men unda mana shularni qilib bo'lganimdan so'ng sizlar bilan ko'rishaman do'stlar. Hammangizga xayr ungacha. Va do'stlar, eshigini qayta o'rnataman. Ha, mana do'stlar. Voy, mana bu yeri qolib ketibdi-ku. Mayli, hech qisi yo'q do'stlar. Mana oynalarini ham men mana shunday rangdan qilib qo'ydim. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Men buni uylarini, hamma joylarini mana shunday rangdan qilib qo'ydim do'stlar. Men uyimni mana shunday qilib qo'ydimmi? Endi uning ham uyi mana shunday ahvolda bo'ladi do'stlar. Shuning uchun videomizga like bosib qo'yinglar. Endi Jitelning reaksiyasini ko'ramiz uyg'onsa. Men hozir uyg'onaman va uning uyini ham aniqlaman. Qarab turinglar. Jitel, uyg'on. Uying qanaqadir g'alati bo'lib qopti. Uyg'on. Nima o'qib turyapman? Frenzi, men uyimga nima bo'ldi? Nima bu ahvol? Men bilmayman. Mening ham uyim shunday bo'lib qolibdi, sening ham uying shunday bo'lib qolibdi. O'zim uyimga bitta kirib chiqdim, sening uying mana shunday holga kelib qopti. Bilmadim. Frenzi, aldayapsanmi? Buni sen qilgansan, to'g'rimi? Ahmoq. Albatta men qildim. Sen mening uyimni mana shunday holga tushirib qo'yding. Men qilmaymanmi? Sendan qasos solish uchun albatta men ham qilaman-da. Men qilganim yo'q. Aldamagan, senligini bildim-ku. Sandig'ingdan mana shu bloklarni topib oldim. Tushunyapsanmi? Afsus, o'xshamabdi-da prankim. O'xshadi, endi bir tomonlama o'xshamadi. Shunday, ahmoq. Men endi bularni qanday buzib chiqaman? Endi bularni o'z qo'llaring bilan buzib chiqasan. Shundaymi? O'zing buzib chiqasan. Xo'p, sen ham buzib chiqasan meni uyimni. Xo'p. Frenzi, senga mana shunday hazil qilganligim uchun senga sovg'am ham bor. Qani ko'rsatchi, qanday ekan sovg'ang? Meni yomon asabimga tegdi. Ahvolni qaranglar do'stlar, hozir kelaman. Ahvol qilaman. Mana shunaqa ham prank qiladimi? Bor-ku, juda ham mening asablarim chiqib ketdi bu prankini ko'rib. Menga qandaydir sovg'asi bor ekan, hozir unda sovg'asini ko'raylikchi. Uyimni qaranglar, ahvol. Mana shunaqa ham bo'ladimi, jin ursinlar do'stlar. Mana shunday. Wow, ajoyib jitel degan. Lekin men ham juda ham ajoyib qilib qo'ydim, to'g'rimi do'stlar? Ha, juda ham ajoyib. Endi hozir men jitellar oldiga kiraman, sovg'asi bor ekan. Voy, mana. Nima ekan jitel sovg'ang? Qara, 1, 2, 3, inventaringni ochib qara. Qani 1, 2, 3. Voy, jitel, bu nimasi? Mana bularni qarang do'stlar. Voy, jitel, sen bularni menga berdingmi? Rostdanmi? Bular mengami? Ha, bular senga endi. Do'stlar, men ustimdagilarni qarang. Menga mana shularni sovg'a qildi jitel. Yes, ajoyib. Mana bular esa juda ham ajoyib. Mana bu bloklarni aytmasa ham bo'ladi do'stlar. Mana bu yerga mana wow, juda ham ajoyib do'stlar. Endi uning yoniga kiraman. Jitel, senga juda ham katta rahmat aytaman. Mana bu qurollarni qara. Wow, endi men mana bu narsa bilan nimalar qilsam bo'larkin? Kattaligini qarang, qo'limga juda ham ajoyib turdimi? Juda ham ajoyib to'g'ri.
nima deyapman, juda ham ajoyib turdi qo'limga do'stlar. Mana pistoletni ham otib ko'ramiz. Nima qilamiz? Shukani chap tomoni qanday otadi buni? Bundoq qilamiz va mana jin ursin do'stlar, mayli ishlamadi. Men mana bu qilishda bitta urib ko'raychi do'stlar, qanday ekan. Va bu yoqqa kelinglar odamlar bir va vau do'stlar, ajoyib ekan, ruhi ham chiqib ketdi otni. Va mana bu qilishni qarang, juda ham qo'limga chiroyli turdi, to'g'rimi? Shuning uchun vau, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'ying do'stlar. Bugun men sizlar bilan Frenzy va Jitel bo'ldi. Xayrlashib qo'ysin. Jitelga aytay, xayrlashib qo'ysin. Xayrlashib qo'y Jitel. Barchangizga xayr, sizlar bilan men Frenzy va Jitel bo'ldi. Hammangizga rahmat obunachilar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Do'stlar, ko'rganinglardek menga mana shunday narsalar berdi Jitel. Mana bularni yana kiyib olaman. Men sizlar bilan mana shularni kiyib xayrlashaman. Do'stlar, Telegram kanalimda iltimos sizlardan tezroq men 500 ta bo'lishini, 1000 ta bo'lishini xohlayman va yuzimni ko'rsataman. Jitel ham videoni boshlab aytdi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri aytdi. Shuning uchun tezroq kanalimda 1000 ta qilib tashinglar Telegram kanalimda. Telegram kanalimning silkasi opisiyaniyada bo'ladi va kommentariyada ham bo'ladi. O'tib Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Hamma yangiliklar o'sha yerda do'stlar. Va videomizga ham like bosib qo'ying. Hammangizga xayr. Men bugun sizlar bilan Frenzy bo'ldim. Bay bay do'stlar.